Qalbdan chiqqan ushbu kunda aks sadolarim. Rahmat deyman Robbim senga imkon uchun. Qaynonamas onamdayin mehr bergan, she'rim yozay ul muqaddas inson uchun. Qizim devon o'z uyiga qabul qilib, yarim ko'nglim avaylagan boshim silab, bilib bilmay nozik ko'nglin og'ritsam-da, duo qilar meni doim baxtlar tilab. Assalomu alaykum qaddidan-da qadri baland azizlarim. Sog'-omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta diydorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomon yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Mag'firatxon onajonimizni barcha farzandlari nomidan go'zal kelini Azizaxon xursand qiladilar. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum. Yaxshi, rahmat. Sizni yana bir marotaba bezovta qilmoqdamiz, maylimi? Mayli. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda barcha yaqinlaringiz, mehribonlaringiz, qolaversa bizning loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolamiz. Dunyodagi eng ezgu tilaklar har doim sizga hamroh bo'lsin. Rahmat sizga. Yana bir bor. Salomat bo'ling onajon. Bizning loyihamizga qayta qo'ng'iroq qilib, sizni tabriklab berishimizni qayta so'ragan eng yaqin insonlaringiz, mehribonlaringiz, bu inson qalbimiz qo'rida, uyimiz to'rida, dunyodagi eng go'zal, qalbi osmon kabi musaffo deya ta'rif bergan eng mehribon insonlaringiz qatorida yana bir inson tabrik yo'llaganlar. Qani o'ylab ko'ringchi, bu safar kim bo'lishi mumkin? Bu safar opam bo'lishi mumkin, opam. Yana kim bo'lishi mumkin? Yana kelinlarim bo'lishi mumkin. O'g'llarim. Aynan kim deb o'ylaysiz? Bilmadim-da. Keling, o'zim to'liq aytib o'taman. Sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan, sizni yaxshi ko'rishlarini qayta ta'kidlab o'tgan eng yaqin insonlaringiz, mehribonlaringiz, oila a'zolaringiz, turmush o'rtog'ingiz, 14 nafar nabiralaringiz, o'g'illaringiz Abrorbek, Elyorbek, Jahongirbek, go'zal qizingiz Jamilaxon, kelinlaringiz, kuyovlaringiz va barcha yaqin insonlaringiz nomidan go'zal va latofatli keliningiz Azizaxon tabriklamoqdalar. Xursand bo'ldingizmi? Aynan keliningizdan tabrik kutganmidingiz? Ertaroq kutganmidingiz? Yashang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Unda keling, ushbu go'zal tabrikni aynan siz uchun sovg'a tariqasida yo'llab o'qib eshittiraman, maylimi onajon? Marhamat, diqqat bilan tinglang. Ushbu go'zal tabrik aynan siz uchun maxsus go'zal keliningiz Azizaxon nomidan yangraydi. Siz bergan mehrni bermadi hech kim. Dard kelsa yonimda qolmadi hech kim. Baxtimdan quvonib kulmadi hech kim. Siz borsiz yuragim topadi huzur. Oyijonim meni boringizga shukr. Har aytgan so'zingiz ibrat men uchun. Har bosgan yo'lingiz hikmat men uchun. Keliningiz bo'lmoq sharaf men uchun. Oyijonim meni boringizga shukr. Siz bor hayotimga yetmaydi putur. Ko'nglingiz og'ritsam kechirdingiz tez. Birga yig'ladingiz men yig'lagan kez. Cheksiz baxtim erur sizning boringiz. Mendan o'tgan bo'lsa ming bora uzr. Oyijonim meni boringizga shukr. Assalomu alaykum mehribonim, yuzlari gul, so'zlari dur bo'lgan, o'z onam kabi mehr bergan, meni o'z farzandlari safiga qo'shgan aziz oyijonim. Sizni bugungi go'zal ayyom bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim umringiz uzoq, fayzu barakatli, rizqingiz butun bo'lsin. Baxtimizga doimo sog' bo'ling. Meni o'zingizga munosib ko'rib, o'g'lingizga juft qilib tanlaganingiz uchun mingdan ming rahmatlarimni aytaman. Doimo oilamiz tinch bo'lishi uchun harakatdasiz. Buning uchun sizga qancha rahmat aytsam kam. Maslahatlaringiz, berayotgan mehringiz, nasihatlaringiz hayotimizga munavvarlik olib keladi.
Menga bergan beminnat mehringizni Allohim ikki dunyo saodati-yu rohatlariga to'ldirib qaytarsin. Mehribonim, sizni qanchalar yaxshi ko'rishimni so'zlar bilan ta'rif eta olmayman. Allohim sizni suyukli bandalari qatorida o'z panohida asrab, yuzlaringizni yorug' qilsin. Taqvosi go'zal, saxovati yaxshi amal, qo'llari ochiq, chehrasi go'zal, qalb gavhari betakror bo'lgan mehribon onalar qatorida bo'ling. Bugungi kunda doimo e'zoz va hurmatda bo'lishlik vaqtlarini Allohim sizga nasib ro'za aylasin. Hayotimda sizdek mehribon, qalbi toza, yuzi nurli, iymoni but bo'lgan, mehri daryoyi jonim bo'lganidan rost faxrlanaman. Ilohim xizmatingizda bo'lishlikni nasib bo'lsa, mana shunday go'zal kunlarning birida labbayka Allohumma labbaylarni aytib, siz bilan birgalikda go'zal Ka'batulloh tomon borishlikni Allohim nasib ro'za aylasin. Sizni Allohning roziligi uchun ham yaxshi ko'raman. Eng katta orzuyim farzandlaringiz qatorida turib, jannatlarda sizga toj kiydirishlik. Allohim o'sha go'zal kunlarga barchamizni yetkazsin. Meni o'ylar yagonam, aritgan ko'p g'amxonam, oqibatli bir donam, hammadan zo'r qaynonam. Boshim silab bolam der, 40 mayizni bo'lib yer. Farzandim der ko'ksing ker, deydi mening qaynonam deya Mehridaryo go'zal keliningiz o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz jonli tarzda yozib olinmoqda. Go'zal keliningiz Azizaxonga va barcha yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz bormi onajon? Ko'p yashasin. Ikki dunyo saodatini tilayman. Yuzlar yorug' bo'lsin. Bolalarini hikmat ko'rsin. Menday qaynona bo'lsin. Allohim. Niyat qilmasa niyati yetsin. O'g'limning pulsa qarib baxtli saodatli bo'lsin. Aytganday katta umralarga borib nasib bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Barcha farzandlaringizni rohatini rohatlarda, mehnatlaringiz samarasini farog'atlarda ko'rib yuring. 100 yoshlarga kirganingizda ham barcha mehribonlaringiz yoningizda bo'lsin onajon. Rahmat, salomat bo'ling, yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizda barcha tabriknomalarimizni kuzatib boring. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.